Tak, boshingiz yana? Oyoq qo'lim, Oyoq qo'lingiz yana? yuragim vahima bo'ladi. Yuragingiz vahima bo'ladi. Miyam ko'p ayniydi. Miyangiz ko'p ayniydi, tushunarli. Boshingiz ekan. Bo'l, tushingizga nimalar keladi? Boshida aytingiz. Tushingizga nimalar keladi? Tushimga xaroba uylarda bo'laman ko'p. Uylar yana? Keyin qayergadir borgan bo'laman, yo'limni yo'qotib qo'yaman. Yana? Chaqaloqlar ko'raman. Oldin ho'kiz, mollar ko'rardim, unaqa ko'rmay qo'ydim hozir. Bo'l, to'xtang. Bo'l, yetadi shu narsa. Tak, efirni qanchadan beri ko'rasiz? 2,5 yilcha bo'lib qoldi. Uzmasdan qanchadan beri ko'rasiz? O'sha 2,5 yildan beri. Tushunarli. Mahsulotlarni ham 2,5 yildan beri uzmasdan Bo'ldi. ichaman. Всё. Sizda jinnilik sehri bor ekan. Jinnilik sehri, keyin nima xor bo'lish, o'zgalik, nima yudab ketishga qilingan. Shunaqa bo'lib qoldingizmi? Qaragingiz kelmasdan, kiyingiz kelmasdan, yasangiz kelmasdan? Ha, shunaqa bo'lib qo'ygan edim. Ha, bu shunga qilingan. Keyin chaqaloqlar nima qilardi tushingizda? Chaqaloqlarni qo'limda o'ynatib, erkalatib yurardim, gohida uxlatayotgan bo'lardim. Bu nimani bildiradi? Menda agar efirdan keyin unaqa ko'rayotgan bo'lsangiz, sehrga yaxshi kurashmayotganingizni bildiradi. Sehrga qarshi. Bo'pti, o'ynatayotgan bo'lasiz, keyin nima bo'lasiz? Biror narsa deysizmi ularga yoki tashlab ketasizmi? Nima qilasiz? Dalishi nimasi bormi? Uxlatayotgan bo'lib turib, keyin gohida g'ashim kelib, ali bolani urib yuboraman, yig'lataman, bir joyini chimdib olgan bo'laman. Bu yaxshi, u yaxshi. Bu asha jinga zarar berganingizni bildiradi. Sehrni bu yaxshi. Men o'ylabman, faqat erkalatib o'tirgan bo'lasiz. Agar tushida chaqaloqni ushab turib, buni berib yuborish kerak, tashlab ketaman, bu menga kerak emas, kim bolasi deb nima qilgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Lekin bu meni bolamga yaxshi ko'rib, ba'zan emizib ko'tarib yuradi, bu yomon bu narsa. Tushunarlik. Tak. Eng oxirgi ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Eng oxirgi ko'rgan tushim qizim boshqa erkak bilan zino qilayotgan ekan. Qizingiz o'rtalarda urush ketish bormi yo'qmi? Soat urush ketyapsizlarmi, chiqish olmayapsizmi qizingiz bilan? Yo'q, unaqa emas. Qizingiz oldin shunaqa edi. Tushunarli. Qizingiz o'zi eri bilan ajrashishga shunday bo'lmayaptimi? Urushib. Yo'q, qizim hali kichkina, qizim endi 12ga kirdi. Unda nima ekanda, qizingiz o'zi injiq bo'lib g'alati bo'lib qolmadimi unda? Shunaqa bo'lib qolgan, ha. Qizingizda o'sha bir narsa sehr borligini bildiradi. Nima qiling? Qizingiz aytmaydimi? Birov orqam yurganga o'xshayapti deb. Aytadi. Ash nima qiling? Qizingizga bir narsa ilashibdi-da, efirlar eshitsin, qizingiz uzmasdan eshitsin. Keyin yolg'iz uxlamaslikka harakat. Orqamga bir narsa yurganga o'xshayapti, qo'rqyapman, uyda yolg'iz bo'lsam deydi. Ash yolg'iz qolmaslikka harakat qilsin, yolg'iz uxlamaslikka harakat qilsin, keyin efir ko'p eshitsin, qizingiz ham surtsin. Ana shu quvg'ilariga shifosatini surtirib turing. Ha? Bo'ldi inshaalloh, yaxshi ketadi. Yaxshi qoling. Nima? Ichingizda erkakmi, ayol borga o'xshaydimi ichingizda? Erkak borga o'xshaydi. Gapirtirsam eplaysizmi yo'qmi? Eplalaman, gapiradi o'zi odamlar gapirtirganingizda. Tushunarli, erkakka o'xshaydi. Tak, boshingizda nima turgan o'xshaydi boshingizda? Boshimda birov qo'lini tepasi bilan tindaqlab mijib turganga o'xshaydi. Yo'q, tindag'i mijib turgan. Bir narsa borga o'xshamaydimi? Ko'proq sim borga o'xshaydi aniq. Bo'ldi, tushunarli. Nima? Yo'q, tushundim, bo'ldi. Yuragingizda-chi? Yuragimda qulf bilan yina borga o'xshaydi. Tushunarli. Nimachi? Oyoq qo'lingizda-chi? Oyoq qo'limni baylab qo'yganga o'xshaydi, xuddi pastki ip bilan pastki tomonga qon yurmayotganga o'xshaydi, bo'shashib ketadi, qo'yib yuborganga o'xshaydi. Bo'ldi, tushunarli. Yuming ko'zingizni. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Bismillah. Erkakmi, ayolmi, san chiq?
Erkakmi, ayolmisan? Chiq. Kutgan vaqtimi? Erkak. Qancha bo'ldi kirganingga? 6 yil. 6 yil. Bu ayolni nima qilishing kerak sen? O'ldirishim kerak edi. Qanaqa qilib o'ldirishing kerak? O'rqilib. Sharmanda qilib. Sharmanda. Nima o'ldirmayapsan bo'lmasam? Kuchim yetdi. Yaxshi. Tushunganmisan? Bunga sehr yedirgan, ichirgan, seplagan qanaqa sehr qilingan? Ha? Yig'lamasdan tushuntirga, men tushunmayapman seni. Qabriston tuprog'ini yegan, ichgan. Qabriston tuprog'ini yedirishib Yedirganam. Tushunarli. O'zing rosa qiynalib ketibsan. O'lay debsan. Nima chiqib ketmaysanmi ertaroq? Chiqib ketolmayapman. Nimaga chiqib ketolmayapsan? Kuchim yetmayapti. Ha, kuching rosa yetadi. Xo'p, meni qara. Bugun chiqasan. Boshdagi simlarni yechib tashlab bo'l. Bo'l, boshdagi simlarni yechib tashlab bo'l. Bismillah. Shafran ichganda nima bo'ldi ichganda? Tuyaman. Yonaman. Yonasan. Nima, boshiga simni yechib tashlab bo'l. Yechdim. Tushunarli. Yuragida qulupda och. Bo'l. Qulupda ham och, ignani ham sug'urib tashla. Oldim. Qulupni ochib tashladingmi qulupni? Oldim. Ignani ham sug'urib yubording-a? Yaxshi. Oyoq qo'lida iplarni yechib tashla. Qo'l. Oldim. Qo'l o'zi keldir. Meni eshityapsizmi? Ha, Boshingiz qalay? yengil bo'lib qoldi. Yuragingizchi? Yuragim ha. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Tushuntiring. Qulupni nimasini bilay deyapman, farqini. Qulupni og'irligini bilgim kelyapti. Boshim Yuragingiz so'rayapman. Yuragingizda og'ir qanaqa edi? og'ir osilib turardi. Osilib turadi. Osilib turardi bir narsa. Qulub turadi-da, qulub uni osilib turadi. Igna sanchib turadi. Ashnaqa sanchib turardi. Asha osilgan yo'qoldi. Tushunarli. Oyoq qo'lingiz nima bo'ldi? Oyoq qo'lim ham yaxshi. Shuning uchun ba'zilar boshi bunaqa osilib, boshiga qulub ilib qo'ysa, boshi osilib turganga o'xshaydi. Ba'zilar matkasiga qilib qo'yadi. Matkaga qulubni osib qo'yadi baxshilar, folbinlar. Ana shu matkasi osilib boriydi. Endi ba'zilar tosh osib qo'yadi, ba'zi qulub. O'jin, men eshit. Orqadan qaytala. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Muhammadur Rasululloh. Endi chiqib ket endi. Chiq, bo'l. Chiq, bismillah. Chiq. Ketdi. Shu. TikTok blok qo'ymasin hozir.